Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarim. Bugun sizlar bilan asos andoza orqali libos sifatini qanday oshirish mumkinligi to'g'risida gaplashamiz. Shaxsan o'zim har bir libosni ideal darajada chiqarish uchun aynan asos andozadan foydalanaman. Mijozlarim ham mamnun qayta murojaat qilishadi va shogirdlarim ham aynan asos andoza metodikasidan foydalanib o'zlarini xizmat narxlarini ancha oshirib, top tikilish darajasiga erishmoqda. Ushbu video dars orqali sizlar ham kerakli ma'lumotlarga va tushunchalarga ega bo'lasiz. Xo'sh, bu darslik kimlar uchun? Bu darslik noldan tikuvchilikni asos andoza orqali boshlamoqchi bo'lganlar uchun, tikuvchilikni asos andozasiz ishlab yurganlar uchun, o'z tikkan liboslardan ko'ngli to'lmay, o'z ustida ishlamoqchi bo'lganlar uchun va o'z malakasini oshirmoqchi bo'lgan chevarlar uchun. Xullas, tikuvchilikning istalgan sohasidagi yoki istalgan darajasidagi insonlarga foydali bo'ladi. Asos andoza bilan ishlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Unda uchraydigan qiyinchiliklar to'g'risida gaplashamiz. Bu darsdan so'ng siz asos andoza bilan ishlashga tayyor bo'lasiz. Darsni oxirigacha ko'rganlar uchun albatta bonus darslik bo'ladi. Bunda biz yubkani noldan modellashtirish sirlarini ko'rib chiqamiz. Bu auditoriyada meni taniydigan va tanimaydiganlar ham bor. Keling, shuning uchun tanishib olamiz. Men 15 yillik tajribaga ega oliy ma'lumotli modelyer, dizayner, konstruktor Ortiqova Sayram Ilhomzodaman. Ko'p yildan buyon mana shu sohada minglab shogirdlar ustoziman. Bundan tashqari 90 ga yaqin davlat ishtirok etadigan WorldSkills kasblar chempionati modalar texnologiyasi bo'yicha ekspertman. O'zbekiston terma jamoasida aynan mana shu yo'nalishda shogirdlar tayyorlab, dunyo marralarini zabt etishda harakat qilyapmiz. Aynan asos andozaga keladigan bo'lsak, mana shu asos andozani mana shu chempionatda ishtirok etish uchun ko'plab metodikalar bo'yicha o'zim ustimda ishladim. Italyan metodi bo'yicha Vittoria Pautovada, turk metodikasi bo'yicha Neslihan Demir. Undan tashqari ko'plab ustozlarda o'z bilim va ko'nikmalarimni oshirib, aynan o'zimni metodikamni ishlab chiqqanman. Va mana shu izlanishlarim natijasida 2023-yil aynan WorldSkills chempionatida respublika bosqichida o'quvchim bilan ishtirok etib, birinchi o'rinni oldim. O'zbekiston WorldSkills terma jamoasida ekspertga aylandim. O'zbekiston terma jamoasiga ekspert bo'lib kirganim jahon chempionatlariga o'z eshigini ochdi. 2025-yilda Qozog'istonning Aktau shahrida bo'lib o'tgan Turkish Skills chempionatida o'z o'quvchim bilan ishtirok etdim. Ana endi darsimizni asosiy qismiga o'tamiz. Xullas, asos andoza o'zi nima? Biladiganlar va tushunadiganlar bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikr va mulohazalaringizni yozib keting. Asos andoza o'zi nima? Ko'pchilikda shunaqa noto'g'ri fikr bor. Ya'ni asos andozasiz ham uddalasa bo'ladi. To'g'ri, asos andozasiz ham uddalab bo'ladi, lekin asos andozasiz xato kamchiliklarini aytib o'tadigan bo'lsam, aynan primerka jarayoni, masalan, hozirgi zamon juda tezlashib ketgan, bir necha marta primerka qilishga yoki qaytib mijozlarni chaqirib olishga hammani ham sabri yetmaydi yoki mijozlarning ham bunga vaqtlari yetishmasligi mumkin. Shuning uchun asos andozani bir martada qolipdek chiqarish yoki o'zingiz xohlagan fasonni chiqarish uchun aynan asos andoza sizga asqotadi. Tikuvchi va chevarlikda auditoriya ikkiga bo'linadi. Bular asos andoza bilan ishlovchilar va asos andozani tan olmaydiganlar. Qisqa qilib aytganda, tan olmaydiganlar ham bor, chunki men xohlagan fasonni chiqara olaman, xohlaganday bichib tika olaman deydi. Aslida balki bu ham to'g'ridir. Men hech kimni rad etishga haqqim yo'q, chunki ularning har kimning o'zining tushunchasi bor, lekin bizda mato sarfi degan narsalar bor yoki asimetrik fasonlarni doim ham matoni o'zida bichib tikishning iloji yo'q. Shuning uchun ham asos andoza sizga ideallik bo'yicha ayniqsa asqotadi. Aslini olganda mijoz keldi, uni mijozni egnida qanaqadir ignachalani qadab ham kiyim chiqarishingiz mumkin, lekin sizga agar ideal darajadagi libos kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta asos andozadan foydalanishingiz kerak. Bilasiz, bugungi kunda turli xil bichimdagi fasonlar urfga kiryapti. Qanchalik zamon tezlashib ketayotganligi orqasidan albatta fasonlarga, chevarlarga bo'lgan talab va takliflar ham ko'payib boryapti. Asos andoza bilan ishlamaydigan chevarlarda eng ko'p uchraydigan kamchiliklar bu vaqt sarfi, juda ko'p vaqtni oladi, mato sarfi juda ham ko'payib ketadi. Shuning uchun bizga asos andoza mato tejamkorligi hamda vaqt tejamkorligida ham yordam beradi. Malaka oshirish kurslari doimiy olib boraman. Tikuvchi chevarlar murojaat qilishadi. Mana shu aynan malaka oshirish kurslarimga keladigan chevarlarimda uchraydigan muammolardan biri bu kekkaygan, bukchaygan, mana bu tik qomatdagi kishilarga ham yengni o'rnatishdagi muammolar,
bo'yin o'yindisidagi duch keladigan muammolar, odamni qomatida aynan olma shaklidagi yoki muammolik bo'lgan qomat turlariga kiyim bichib tikishda qiynalishadi. Etak yig'ilib qolishi mumkin, yelka qanaqadir tortilib qolish ehtimoli bo'ladi yoki yengni o'rnatishda uchraydigan ancha-muncha muammolar bor. Mana shular to'g'risida ko'pchilik tikuvchilar qiynaladi. O'zimni metodikam orqali mana shu muammolarni bartaraf etish, qayerlariga e'tibor berish, qayerlarni tuzatishga to'g'ri keladi. Mana shularni albatta aytib o'taman. Mana shu metodika orqali asos andoza tayyorlashni o'rgangan o'quvchilarim keyinchalik o'zlarini ishonchliroq his qiladi. Kiyim tanaga ideal o'tirdiki, xohlagan chevar ham o'zini xohlagan narxini ayta oladi. Asos andozasiz ishlab yurgan o'quvchilarim kelib asos andozani o'rgangandan keyin nimaga vaqtliroq kelib o'rganmagan ekanman deganlari ham ko'p uchraydi. Va albatta faxrlanib ketaman. Tikuvchilikni o'rgandik, asos andozani o'rgandik. Endiga qiladigan ishimiz biz mijozga premium darajada xizmat ko'rsatish. Ya'ni, masalan, siz tayyorlab berishingiz kerak bo'lgan kiyimni deylik 5 kun keyinga oldingiz, lekin ulgurmadingiz. Bu eng katta minuslardan biri. Chunki va'da berdingizmi, birinchi bo'lib o'sha va'dangizni bajarishingiz kerak. Tikuvchilarni qimmat sota olish sirlaridan yana biri bu. O'zi o'sha mijozga yarashadigan fasonni aytish. Ba'zi bir tikuvchilar shunday xatoga yo'l qo'yadi. Masalan, kiygan mijozga aytadiki, o'zingiz fason ayting, men o'shani chiqarib beraman. Bu eng katta xatolardan biri. Siz oldingizga kishi keldimi mijoz? Mana shu mijozni qomatini avvalambor tahlil qiling va mana shu qomatga qarab siz o'zingiz fason aytishingiz kerak. Aynan shu yergacha men bilan birga kelgan bo'lsangiz tabriklayman. Endi amaliy darslikka o'tamiz. Ungacha esa sizlardan kelgan savollarga javob berib o'tib ketaman. Kommentariyda ko'pchiliklaringiz savol qoldirgansizlar. Malaka oshirish kurslaringiz bormi yoki noldan dars berasizmi deb. Albatta, malaka oshirish ham, noldan ham darsliklarimiz bor. Tez orada qabul ochiladi. Bular malaka oshirish kursimiz 1 oylik onlayn hamda offlayn darsligimiz bor. Undan tashqari noldan 6 oylik darslarimiz bor. Bular ham onlayn, ham offlayn. Ikkita format bo'yicha ham o'qitib, albatta natijaga chiqaraman. Darslar o'zim yaratgan qolipdek tushadigan asos andoza orqali o'tiladi. Bir necha modullardan iborat darsligimiz orqali siz albatta natijaga erishasiz. Yubka asos andozasini tayyorlab olishimiz uchun bizga kerak bo'ladigan o'lchamlar: bel yarim aylana, bo'ksa yarim aylana, umumiy uzunlik va ko'krak orasi bo'lgan o'lchamlarni o'lchab olamiz va asos andoza tayyorlashni boshlaymiz. Buning uchun e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihatlari mato kengligi, buning uchun asos andoza tayyorlash uchun e'tibor berishimiz kerak bo'lgan muhim jihatlardan yana biri bu mato xususiyati, ya'ni matoning cho'zilish-cho'zilmasligi, qalin yoki yupqaligiga e'tibor qilgan holatda gavdamizni eng yo'g'on qismiga yarim santimetrdan 1 santimetrgacha bo'lgan o'lchamda kenglik qo'shib olamiz. Bu 47 santimetrli korobka tayyorlab olishimiz kerak. Umumiy uzunlik 60 santimetr. Masshtabni lineykadan foydalanib chizma chizib olamiz. Umumiy uzunlikni qo'yib olamiz. Kengligimiz 47 santimetr bo'ldi. Yuqori qismdan 18 santimetr pastga tushib olamiz. Bo'ksa chizig'iga. Bo'ksa chizig'ini belgilab olganimizdan keyin mana shu chizmalarni teng o'rtasidan chizib olamiz. Ya'ni 47 santimetrning yarmi 23,5 santimetr. Old va orqa qismini belgilaymiz. Belni o'rta qismidan 1,5 santimetrdan ikkala tomondan ichkariga kirdik va bo'ksa chizig'iga tutashtirib olamiz. Shunda korobkamiz to'liq holati 47 santimetr edi. Bulardan 3 santimetr ketdi. Shunda bizga qoldi 44 santimetr. 44 qolgan bo'lsa, endi mana bu bo'ksamizni 2 bo'lakka bo'lib olamiz. 35 santimetrning yarmi bo'ladi 17,5. 22 dan ayiramiz 17,5 ni. Shunda bizga 5 santimetrlik vitichka ikkala tomondan ham hosil bo'ladi. Birinchi vitichkamizni
ko'krak orasi o'lchamimizga +1 qo'shib olib 9 cm belgilaymizda. Belgilab, old tomondan ham, orqa tomondan ham belgilab qo'yamiz. Vitichkalar uzunligini mana bu chiziqdan 4 cm yuqoriga chiqqanda to'xtatamiz. Ikkala holatda ham. Keyingi vitichkalarimiz mana bu ikkala chiziqni o'rtasida belgilashimiz kerak. Orqadagi yon tomon birozgina uzayadi, old qismdagi birozgina qisqaradi. Va vitichkalar kengligi old qismda 2 umumiy hisobda 2 cm dan beramiz. Orqa qismda esa birinchi vitichkada 2 cm, ikkinchisida 3 cm li vitichka berib olamiz. Old qismda 1 cm pastga tushib, mana bu burchagiga tutashtirib olamiz. Mana yubkamiz asos andozasi tayyor bo'ldi. Endi buni modellashtiramiz. Davom etiraman ozgina joy. Xohlasangiz mana bu pastki qismdan 2 cm gacha ichkariga kirib olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilarim, hozir biz siz bilan oddiy yubka asos andozasidan asimetrik yubka asos andozasini modellashtiramiz. Buning uchun bel vitichkasidan etakka qadar to'g'ri chiziqlar tortib olamiz va tizzadan yuqori chiziqlarni belgilab, har bitta chiziqda belgi qo'yib olamiz. Va birinchi vitichkadan tizza chizig'iga uriladigan qilib chiziq tortib olamiz. Ikkinchi vitichkadan ham xuddi shunday. Mana shu narsaga qattiq e'tibor bering. Aynan tizzadan birozgina yuqoriga ko'tarilsin chiziqlaringiz. Ikkinchi chiziqdan ham albatta 1 cm gacha ichkariga kirib vitichkalar hosil qilib olamiz. Bu tizzadan yuqori chiziqda noziklik berib olishimizda va yubkamiz bejirim chiqishiga yordam beradi. Va hosil qilib olgan chiziqlarimiz bo'ylab vitichkalarni qisqartirgan holatda qirqib olamiz. Ko'rib turganlaringizdek yubka bo'laklarini ham ajratib oldik. Undan tashqari yubka yon chizig'idagi tizzadan yuqori qismdagi noziklik yon tugmasidan ko'tarilmasin. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, yubkamizni yon qismida ajoyib drapirovka ham hosil bo'ldi. Uni agar fasoningizga qarab birozgina yana kengaytirish berishingiz mumkin. Vitichkalarni tozalab olamiz va ketma-ketlikda yubka bo'laklarini yopishtirib olamiz. Yopishtirayotgan vaqtimizda, ya'ni endi siz bilan deylik matoga joylashtirayotgan vaqtimizda deb gaplashaylik, chunki tasavvur qiling, bu matoga joylashtirayotgan payt albatta ikkita yondan ham bir xil masofa qolishiga albatta e'tibor bering, chunki yubkamizni doim mana shunaqa asimetrik yubka bo'ladimi yoki klinka etak qismidan qanaqadir klisheni bo'ladigan liboslarda albatta ikkita yonidan bir xil kenglik berishimiz kerak. Shuning uchun oraliq masofalar bir xil bo'lishiga e'tibor qaratamiz va joylashtirib olamiz. Ana endi biz siz bilan yubkamizni orqa qismini modellashtirishni boshlaymiz. Ishimizni birinchi bo'lib doimgidek yubkaning tizza chizig'idan birozgina yuqorida turuvchi chizig'iga birozgina noziklik berib olamiz. Har doimgidek bu yubkamizni etak qismi kengayganini yana ham chiroyli ko'rsatib beradi. Orqa yubka uchun biz bo'ksa chizig'idan boshlab vitichka chizig'iga borib tutashtirdikda mana shu chiziqlarni qirqib oldik birinchi bo'lak uchun. Ikkinchi bo'lak uchun vitichkadan boshlab o'zimga chiroyli chiziq hosil qilib oldim. Mana shu chiziqlarni vitichkalarni tozalagan holatda qirqib olamiz va ketma-ketlikda joylashtirib olamiz. Ko'rib turganlaringizdek orqa o'rta bo'lakda hech qanaqa etak yoki etakda kengayish bo'lmaganligi uchun faqat chok haqqini qoldirib joylashtirib oldik. Qolgan ikkita qismda albatta etak kengayishi bo'ladi. Shuning uchun ikkala tomondan bir xil joy qolishini inobatga olgan holatda yopishtirib oldim. Asimetrik yubkamizni barcha detallarini tayyorlab olganimizdan so'ng endi navbat yubka etagini kengaytirib olishga. Buning uchun ikkala tomondan ham bir xil kenglik berib olishga odatlaning.
tizzadan yuqori qismda bizda noziklik berib olganligimiz uchun yubkamiz juda ham bejirim chiqadi. Bunda yubka etak qismiga 5 santimetrdan 8 santimetrgacha kengayish berib olishingiz mumkin. Masalan, bitta bo'lagiga 5 santimetrdan ikki tomonga kengaydimi, bu qo'shimcha sizga 10 santimetr kenglik bo'ladi. Bizning holatimizda yubkani bo'laklaridan kelib chiqqan holatda yaxshigina kengayish va bejirim ko'rinish kelib chiqadi. Hech kimga sir emaski, libos yaratayotganda albatta matoh xususiyati inobatga olinadi va mana shu matoh xususiyatdan kelib chiqqan holatda tanda iplariga albatta rioya qilish kerak. Bu ayniqsa hozirgi holatimizda asimetrik yubka bo'lganligi uchun biz tanda ipi yo'nalishini belgilab olmasak, matoh xususiyatiga o'zgarish bo'lib, bizni tayyorlayotgan yubkamiz tortilib qolishi yoki qaysidir jihatlari bizga yoqmay turishi mumkin. Shuning uchun har bir bo'lakda odat qiling tanda ipi yo'nalishini belgilab borishni va yana bir muhim jihatlardan biri bu tizzadan yuqori bo'lgan chiziq biz belgilab olganmiz. Mana shu chiziqlarda albatta kiritim bering. Bu mana shu murakkab bo'lgan bo'laklarni bir-biriga ulayotgan paytda bizga ayniqsa asqotadi. Har bir bo'lakni o'zimiz uchun nomerlab olgan holatda mana endi har bir bo'lak uchun chok haqlarini berib olamiz. Buning uchun siz o'zingizni tikishga qancha olishingizga qarab 1 santimetrdan 1,5 santimetrgacha har bir bo'lakda albatta chok haqlarini belgilab ketish yodingizdan ko'tarilmasin. O'ylaymanki, bugungi darsligimiz sizlarga foydali bo'ldi. Qanaqadir fikr mulohazalaringiz, o'zlaringizni tilaklaringiz bo'lsa albatta kommentariyda yozib ketinglar. Ko'pchilik asosan tuzdan faqat formulalardan iborat deb o'ylaydi. Ya'ni o'lchamni oldi, formulani qo'lladi, chizdi va tayyor. Lekin professional konstruksiya bunday ishlamaydi. Chunki inson tanasi matematika formulasi emas. Har bir inson yelka qiyaligi, orqa egilishi, bel chuqurligi, ko'krak balandligi turlicha bo'ladi. Shuning uchun standart asos ko'p holatda real qomatga mos kelmaydi. Asos andozaning mukammal o'tirishi uchun 3 ta prinsip juda muhim. Bular balans, kiyimning oldi va orqa qismi muvozanatda bo'lishi kerak. Agar balans buzilsa, kiyim orqaga tortib ketadi, oldingi qism ko'tariladi, yelka siljiydi. Bu tikish xatosi emas, bu konstruksiyaning xatosidir. Ikkinchisi anatomiya. Tana tekis emas, unda yelka qiyaligi, orqa egilishi, ko'krak hajmi, bel chuqurligi bor. Asos andoza bu anatomiyaga mos bo'lishi kerak, shunda kiyim tabiiy o'tiradi. Uchinchisi proporsiya. Kiyimda masofalar juda muhim. Yelkadan ko'krakka, ko'krakdan belga, beldan songa. Agar bu proporsiyalar noto'g'ri bo'lsa, kiyim hech qachon ideal o'tirmaydi. O'zimning dizaynerlarim nega asos andozani to'g'ri o'rganish juda muhim. Ko'pchilik tikishni o'rganadi, ko'pchilik asos andoza chizishni ham biladi. Lekin nima uchun shunga qaramay ko'pchilikning kiyimi tanada mukammal o'tirmaydi? Nega ba'zi dizaynerlar birinchi urinishdayoq ideal natijaga erishadi, boshqalar esa har bir kiyimga nega tuzatish kiritadi? Buning sababi juda oddiy. Ko'pchilik andozani chizishni o'rganadi, lekin tushunishni o'rganmaydi. Asos andoza bu shunchaki chiziqlar emas. Bu tana anatomiyasi, balans, proporsiya va konstruksiya qonunlarining yig'indisidir. Agar dizayner buni tushunsa, u faqat kiyim tikmaydi, u tanada ishlaydigan forma yaratadi. Men asos andozani o'rganish jarayonida faqat bitta kitob yoki metod bilan cheklanmadim. Men turli metodikalarni o'rgandim, ularni solishtirdim, amalda tekshirdim, turli qomatlarda sinab ko'rdim. Keyin esa shu bilimlarimni birlashtirib o'zimning ishlaydigan sistemamni shakllantirdim. Shuning uchun men o'rgatadigan asos andoza shunchaki formula emas. Bu amalda tekshirilgan, tanada ishlaydigan va dizaynerni erkin qiladigan sistemadir. Bu sistemani tushungan odam endilikda har bir kiyimda nega tortib ketganini, nega balans buzilganini, nega bel joyida chiqmaganini aniq ko'ra oladi va eng muhimi, uni to'g'ri tuzata oladi. Shuning uchun men doim shunday deyman. Kuchli dizayner avvalo kuchli konstruktordir. Agar asos to'g'ri bo'lsa, har qanday model oson yaratiladi. Agar asos noto'g'ri bo'lsa, eng chiroyli dizayn ham tanada ishlamaydi. Shuning uchun mening kurslarimda biz faqat andoza chizishni emas,
qomatni o'qishni, balansni ko'rishni va konstruksiyani tushunishni o'rganamiz. Chunki haqiqiy dizayner faqat tikib emas, fikrlab yaratadi. Agar siz kiyimingizni birinchi urinishdayoq mukammal o'tirishni istasangiz, unda asosan chuqur o'rganishni boshlang. Asos andoza bu kiyimning skeleti. Unda dizayn elementlari bo'lmaydi, dekorativ chiziqlar bo'lmaydi, burmalar bo'lmaydi. Faqat tanaga mos keladigan konstruksiya bo'ladi. Agar asos andoza to'g'ri qurilsa, har qanday fason oson modellanadi. Kiyim muvozanatli o'tiradi, tuzatishlar deyarli bo'lmaydi. Lekin agar asos andoza noto'g'ri bo'lsa, eng chiroyli dizayn ham tanada ishlamaydi. Darslikni shu yergacha ko'rganlar uchun albatta chegirmamiz bor. Ya'ni havolaga o'tib darslikdan keldim deb yozsangiz, albatta siz uchun 5% chegirmalarimiz bor. Bu chegirmalarimiz 0 dan hamda malaka oshirish istagini bildirgan chevarlarimiz uchun. Barchangizni kursimda kutib qolaman. Kommentariyada o'z fikr va mulohazalaringizni albatta yozib qo'ying.